Shoshilinch! Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya oluvchi bo'lsa, bu xabarni diqqat bilan eshiting. Chunki bugungi ma'lumot aprel oyi davomida minglab fuqarolarning kundalik rejalari va moliyaviy holatiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz Tezkor axborot kanalidasiz. O'zbekistonda aprel oyi boshlandi va bu bilan birga pensionerlar orasida eng ko'p berilayotgan savollardan biri yana kun tartibiga chiqdi. Pensiya qachon tushadi? Plastik kartaga pul qaysi sanada kelib tushadi? Naqd pul shaklida pensiya oladigan fuqarolar uni qachon olishlari mumkin? Mazkur savollarga aniqlik kiritish maqsadida pensiya jamg'armasi tomonidan rasmiy ma'lumotlar taqdim etildi. Ushbu ma'lumotlarga ko'ra, aprel oyi uchun pensiya to'lovlari ma'lum bir tartib asosida amalga oshiriladi va bu tartib oldingi oylar bilan qisman o'xshash bo'lsa-da, ayrim muhim jihatlarni e'tibordan chetda qoldirmaslik zarur. Eng avvalo, plastik kartaga pensiya oluvchi fuqarolar haqida. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, pensiya jamg'armasi tomonidan barcha zarur topshiriqnomalar 2-aprel sanasiga qadar shakllantiriladi. Bu degani, texnik va moliyaviy jarayonlar shu muddatgacha yakunlanadi. Shundan so'ng esa, ya'ni 4-apreldan boshlab, pensiyalar bosqichma-bosqich ravishda fuqarolarning plastik kartalariga o'tkazila boshlaydi. Bu yerda muhim jihat shundayki, barcha fuqarolarga bir kunda to'liq to'lov amalga oshirilmaydi. Jarayon bosqichma-bosqich olib boriladi. Demak, ayrim fuqarolarning kartasiga pensiya 4-aprel kuni tushsa, boshqalarga keyingi kunlarda kelib tushishi mumkin. Bu texnik va tashkiliy jarayonlarga bog'liq. Endi naqd pul shaklida pensiya oluvchi fuqarolar haqida to'xtalamiz. Ma'lum qilinishicha, ushbu toifadagi fuqarolarga pensiyalar 4-apreldan 27-aprelgacha bo'lgan muddat oralig'ida yetkazib beriladi. To'lovlar odatdagidek mahalla fuqarolar yig'inlari orqali amalga oshiriladi. Bu degani, naqd pul oluvchi pensionerlar o'z hududidagi mahalla yoki tegishli tashkilot orqali belgilangan jadval asosida pensiyalarini olishlari mumkin bo'ladi. Bu jarayon ham bir kunda emas, balki ma'lum kunlar davomida amalga oshiriladi. Shu o'rinda yana bir muhim savol tug'iladi. Nega pensiyalar bir vaqtning o'zida barcha fuqarolarga berilmaydi? Bu savol ko'plab pensionerlarni qiziqtirmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, buning asosiy sababi texnik imkoniyatlar va xavfsizlik choralaridir. Bir vaqtning o'zida barcha to'lovlarni amalga oshirish bank tizimiga ortiqcha yuklama berishi mumkin. Shu sababli to'lovlar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Yana bir jihat logistika masalasi. Ayniqsa naqd pul shaklida to'lovlarni yetkazib berish jarayoni muayyan vaqt talab qiladi. Chunki bu jarayon hududlar kesimida tashkil etiladi va har bir mahallaga alohida yetkazib beriladi. Endi fuqarolar uchun eng muhim tavsiyalarga e'tibor qaratamiz. Agar siz plastik karta orqali pensiya olsangiz, 4-apreldan boshlab kartangizni muntazam tekshirib borishingiz tavsiya etiladi. Ammo pul tushmagan taqdirda vahinaga tushmaslik kerak. Chunki bu jarayon bir necha kun davom etishi mumkin. Agar siz naqd pul shaklida pensiya olsangiz, o'z mahallangizdagi jadval bilan tanishib chiqing. Qaysi sanada to'lov berilishi haqida oldindan ma'lumot olish siz uchun qulaylik yaratadi. Bu holat yana bir savolni yuzaga keltiradi. Kelgusida barcha fuqarolarni to'liq plastik karta tizimiga o'tkazish rejalashtirilyaptimi? Bu orqali jarayon tezlashadimi yoki aksincha ayrim fuqarolar uchun qiyinchilik tug'diradimi? Bu savollar hozircha ochiq qolmoqda. Ammo bir narsa aniq, raqamli to'lov tizimlari tobora kengayib bormoqda va bu jarayon kelgusida yanada kuchayishi mumkin. Shuningdek, fuqarolar orasida yana bir noto'g'ri tushuncha tarqalmoqda. Ayrimlar pensiya sanalari o'zgargan yoki kechiktirilgan deb o'ylamoqda. Aslida esa rasmiy ma'lumotlarga ko'ra to'lovlar belgilangan tartib asosida amalga oshirilmoqda va keskin o'zgarish mavjud emas. Bu yerda asosiy masala to'g'ri va ishonchli ma'lumot olishdir. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan har qanday xabar har doim ham haqiqatga mos kelavermaydi. Oddiy fuqarolar bu vaziyatda nima qilish kerak? Eng avvalo, rasmiy manbalarga tayanish zarur. Pensiya jamg'armasi yoki banklar tomonidan berilgan ma'lumotlar eng ishonchli hisoblanadi. Bundan tashqari, agar pensiya to'lovida kechikish kuzatilsa, tegishli tashkilotlarga murojaat qilish tavsiya etiladi.
Chunki har bir holat individual tarzda ko'rib chiqilishi mumkin. Bugungi yangilikdan qanday xulosa qilish mumkin? Demak, aprel oyi pensiyalari uchun to'lovlar 4-apreldan boshlanadi. Plastik kartalarga bosqichma-bosqich tushiriladi, naqd pul shaklidagi to'lovlar esa 27-aprelgacha davom etadi. Kelgusida bu tizim yanada takomillashtirilishi mumkin, ammo hozircha amaldagi tartib shu ko'rinishda davom etmoqda. Hurmatli tomoshabinlar, siz pensiyani qaysi shaklda olasiz? Plastik kartada yoki naqd pulda? Siz uchun qaysi usul qulayroq? Bu haqda o'ylab ko'rganmisiz? Eng muhim va tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib borish uchun Tezkor axborot kanalini kuzatishda davom eting. Ushbu videoni yaqinlaringiz bilan ulashing, chunki bu ma'lumot ko'plab insonlar uchun muhim bo'lishi mumkin.